ha. Ko'pchilik ushbu harfni o'zbek tilidagi h bilan bitta tovushdan iborat deb o'ylashadi. Sizchi farqini bilasizmi? Ha harfi hamza harfi bilan birga ikkalasi halqumning eng quyi qismidan talaffuz qilinadi. Haning xususiyatlaridan biri arab tilidagi nomi bilan hams deyiladi. Ya'ni jarangsiz tovush hisoblanadi. Arab tilida o'zi tovushi burunda, ya'ni dimoqda chiqadigan ikkitagina harf bor. Bular nun bilan mim. Lekin ha ulardan biri emas. Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasi o'qituvchisiman. Bugun siz bilan ha harfi haqida gaplashamiz, ya'ni halqum tubidagi ha. Bilamizki, ko'pchilik ushbu harfni talaffuzida qiynalishadi. Demak, bu harfni qanday qilib biz oson o'rganishimiz mumkin? Avvalo, uning chiqadigan joyi, ya'ni mahrajini, xuddi shuningdek sifatlarini, ya'ni talaffuz qilingan paytdagi xususiyatlarini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng, demak, uni ya'ni nazariy jihatdan yaxshi tushunib olganimizdan so'ng, amaliy mashqlar vositasida o'rgana olamiz. Ha harfi hamza harfi bilan birga ikkalasi halqumning eng quyi qismidan talaffuz qilinadi. Avvalo halqumning quyi qismi qayer? Halqumning eng quyi qismi bu o'pka tugagan joydan boshlanadi va to tovush pardalarigacha, tovush pardalari ham uning ichiga kiradi. Demak, tovush pardalarigacha bo'lgan barcha oraliq aslida halqumning quyi qismi deyiladi. Lekin ha mana shu oraliqning hamma qismidan talaffuz qilinadimi yoki ma'lum bir joydanmi deyilsa, yo'q, halqumning eng quyi qismining butun mintaqasidan, hamma hududidan talaffuz qilinmaydi, balki ayni mana shu tovush pardalarida haning tovushi hosil bo'ladi. Qanday qilib? Ha harfi o'zining mahrajdagi sherigi hamzadan farqli ravishda, demak, talaffuz qilingan paytida tomoqdagi tovush pardalari arab tilidagi nomi, demak, al-watarayni as-sawtiyayn yoki al-wataran as-sawtiyan deyiladi. O'sha tomoqdagi ikkita tovush parda degani. Demak, mana shu tovush pardalarining yopilib qolmasdan, demak, ochiq holatda turishidan, demak, haning tovushi hosil bo'ladi. Mahraji shu. Hamzada esa ana shu tovush pardalari bekirishi, bir marta bekirishi orqali hamzaning tovushi chiqadi. Ikkalasining farqi. Masalan, avval hamzada a, i, u, a degan mana tovush pardalarining bekirishi bor. Hada esa bekilmasdan erkin holatda chiqadi. Ha, hi, hu, deya. Haning xususiyatlari nima? Haning xususiyatlaridan biri arab tilidagi nomi bilan hams deyiladi. Ya'ni jarangsiz tovush hisoblanadi. Bu ya'ni nimadan chiqadi desa, aynan shu tomoqdagi tovush pardasining hani talaffuz qilganda yopilmaganining natijasida endi ha harfining tovushiga havo ham qo'shilib, ikkalasi birgalikda oqishi arab tilida hams deyiladi. E'tibor bering mana. Mana bu joyda ham havo oqyapti, ham tovush. Ha, o'zbek tilidagi hadachi desa, unda nafas, ya'ni havo chiqadi, lekin tovush emas. Mana qarang. Desak, mana bu demak nafasning o'zi. Endi qarang, arab tilidagi hada esa avvalo tovush chiqadi, nafas unga qo'shiladi. Ya'ni deganda mana bu degan tovush va nafas ikkalasi birgalikda oqib chiqadi. Mana bu narsa bilan demak o'zbek tilidagi hadan farq qiladi. Yana bitta asosiy xususiyatlardan bittasi bu arab tilidagi nomi bilan rihva, ya'ni o'zbek tilida yumshoq degani. Ha harfi demak mahraji bekilmasdan ochiq turgani natijasida yumshoq tovush bilan chiqadi. Qattiq emas, yumshoq. Masalan, qarang. Tovush yumshoq. Lekin ba'zilar bu tovushni deya haliga sal qattiqlashtirib talaffuz qilib qo'yishadi. Bu to'g'ri emas, xato. E'tibor bering. Yumshoq va unda demak nafas ham qo'shilyapti tovushga va ikkalasi birgalikda oqib chiqyapti. Ha harfi mana shunday talaffuz qilinadi. Endi biz odatda talabalarda ushbu harfni talaffuz qilayotgan vaqtidagi o'rganish jarayonidagi xatolarni ko'ramiz. O'sha xatolardan bittasi demak ha'ni o'zbekcha h deya aytib qo'yishi. Masalan, o'zbekcha h bilan bitta deb o'ylashi. Masalan, deb qo'yishadi. Masalan, ahlun kalimasi bor yoki bo'lmasa
idda kalimalari bor. Mana bularni hammasida men ataylab sukunli holatni ko'rsatyapman, farqini oson bilishingiz uchun. Ahlun, ahlun, ahlun deb aytishadi. O'zbekcha h bilan. Yoki idda, idda, idda oxiri yo'q bo'lib qolyapti tovush. Bitta xato bu, ya'ni o'zbekcha h bilan bitta deb o'ylash. Bu noto'g'ri. Boya aytganimizdek, demak o'zbek tilidagi h dan yuqorida sanaganimiz farqlari bor. Tovush va nafas ikkalasi birgalikda oqib chiqishi kerak bo'ladi. Bardavom, ya'ni biroz cho'zilib chiqishi kerak bo'ladi. Bitta chiqib yo'q bo'lib qolmaydi, ya'ni ikkalasi birgalikda qo'shilib oqadi. Ahlun, idda shaklida. Kuzatiladigan xatolardan yana bittasi esa haning tovushni tashqariga chiqarmasdan, balki ichkariga tortib aytishi. Masalan, deya ichkariga qarab tortiladi tovush. Bu ham xato. Tovush tomoqda hosil bo'ladi, lekin og'iz orqali tashqariga chiqarilishi kerak, ichkariga tortilishi kerak emas. Masalan, endi qarang. Tovush tomoqda paydo bo'ladi va og'iz orqali tashqariga oqib chiqib ketadi. Mana bunday shaklda. Ichkariga tortmaymiz. Yana ba'zilar esa ha'ni tovushida g'unna, ya'ni dimoqdan chiqadigan tovushni aralashtirishadi. Ya'ni burundan chiqarishadi tovushini. Mana bu shaklda. Shundoq burunni bekitsa, birdaniga bilinadi. Ha, he, hu, deydi tovush burunda. Bu ham noto'g'ri. Ya'ni arab tilida o'zi tovushi burunda, ya'ni dimoqda chiqadigan ikkitagina harf bor. Bular nun bilan mim. Lekin ha ulardan biri emas. Demak, haning tovushini boya aytganimizdek og'iz orqali tashqariga chiqaramiz. Tovushi tomoqda paydo bo'ladi va u tashqariga og'iz orqali, demak, ham nafasning unga qo'shilishi orqali tashqariga og'izdan oqib chiqib ketadi. Mana bu shaklda mana. Shaklda talaffuz qilinadi. E'tibor bering. Ahlun, idda yoki bo'lmasa aziza. Masalan, ushbu harfning talaffuzini qanday qilib osonroq o'rganib olish mumkin? Javob shuki, haning tovushi o'zbek tilida ishlatilmasa ham, ya'ni biz odatda gaplashganimizda ishlatmaymiz, lekin ishlatadiganimiz ba'zi o'rinlar bor. Bu siz uchun qiziq, e'tibor bering. Birinchisi, biz odatda ko'p harakat qilib, masalan, yugurishga chiqsak yoki bo'lmasa jismoniy ko'p mehnat qilsak, hansiragan vaqtda mana bu tovushni ishlatamiz. Shaklida. Ana bu holatda, demak, arab tilidagi hani tovushi yoki bo'lmasa oshga boradiganlar bor. Ya'ni agar sizga taom lazzatli tuyulsa, deb qo'yamiz. Mana bu holatdagi ha ayni shu arab tilidagi haning tovushi bilan chiqadi. Demak, mashqni qanday qilib qilish mumkin? Odatda, demak, ha'ni tovushini osonroq o'rganish uchun mashq shuki, siz ohista holatda, erkin holatda burundan shoshmasdan sekin nafas oling va xuddi shu nafasni og'iz orqali chiqaring va buni takror qaytaring. Mana bu bilan ha'ni tovushini, demak, siz talaffuzini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tibor bering, mana bu shaklda. Shaklda. Demak, mana bu tovushi aynan bizga kerakli bo'lgan ha harfining tovushi. Bugungi darsimiz mana shundan iborat. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, izohlar yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek, agar siz arab harflarining talaffuzini yanada mukammalroq o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga murojaat qiling.